Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun biz koinot sirlari haqida o'rganamiz. Men sizning sun'iy intellekt yordamchingizman. Koinot juda ulkan va sirli yo'y. Astronomiya bizga ulkan olamni o'rganish imkonini beradi. Mana bu bizning Quyosh tizimimiz. Yer sayyorasi hayot mavjud bo'lgan yagona sayyora. Yer haqida gapiraylik. Bu bizning uy sayyoramiz. U Quyosh atrofida aylanadi va hayot uchun zarur. Koinotning 10 ta sayyorasi haqida. Birinchisi Merkuriy, eng yaqin va eng kichik. Keyin Venera. Bu Yerga o'xshab, hayot uchun yashash mumkin zona ichida joylashgan. Saturn halqalari bilan mashhur, aylanib turuvchi, Quyoshdan eng uzoqda joylashgan. Bolajonlar astronomiya olamining buyuk sirlarini ochadi. Koinotning cheksizligi va sayyorlar sirli harakati bizni o'ylashga undaydi. Bugun Somon yo'li galaktikasi haqida bilamiz. Bu spirallardan iborat. Quyosh sistemimiz Somon yo'lining kichik bir qismidir. Yulduzlar haqida aytamiz. Ularning masofasi yorug'lik yillarda o'lchanadi va massasi Yer massasidan ancha katta. Galaktika bu yulduzlar gaz va changdan tashkil topgan. Bu juda ajoyib. Kosmik apparatlar harakat qiluvchi ilmiy laboratoriyalar singari. Ilm va texnologiya yordamida kelajakni kashf qilamiz. Bilim izlashni hech qachon to'xtatmang. Kelajak bilimli insonlar qo'lida. Kelajak bilimli insonlar qo'lida.